bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana radarlar bor, mana shunday tursan. Ogohlantirish, uzoqdan ko'rish, mana yerlarga chizilgan. Inson adashadi-da. Adashish ehtimoli baland bo'lganligi uchun ham adashmasin deb burilishlargacha chizib. Birinchi mana shunaqa narsalar qilinadi-da. Radarni yashirincha devorni orqasiga, stalvani rangiga o'xshatib, bulutga o'xshatib qo'yilmaydi-da radar degani. Mana shunaqa qilib qo'yishsa radarni, mayli keyin tushsa haloli bo'lsin-da, o'sha radar qo'yayotganlar bor-ku. Juda bir tushunarsiz. O'zi 2 oyga borganman, 4 ta radar tushganman-da. Yana bilib turgan radarimga tushganman-da. Tushunmaydi, nechiga yurish kerak etdan 70 qo'yib qo'yibdi. 76 tushganman. Men bir o'tib ketganiga kelganmi? Tushunmaydi, inson bor-ku, vashshi bir soqqa qilish deb aytdi, maqsad faqat soqqa qilish. Yana nima deydi? Bu tartibga tushirish uchun shunaqa. Yo'q, bu tartib emas. Mana bu yerda 10 o'tib ketsin, 10 o'tib ketsa ham kelmaydi. Bir kunda 1 marta o'tib ketsa kelmaydi o'sha. 2 marta o'tganda ikkinchisi hisoblanadi. Nimaga? Inson adashadi-da, o'shalar hisoblanadi bu yerda. Hammasi. Mana 10 qo'ldagi, mana bitta ko'rsatib ketay, mana 10 qo'ldagi 500 metrdan keyin 50 tezlikka radar bor, deyapti. Mana 50 mana boshlandi. Mana hozir jivoy guvoh bilan ko'rsataman. Mana 50 ga boraman, 50 tezlikda 500 metrdagi radar turibdi. Mana radar o'sha 500 metrdan keyingi radar mana tepamizda turibdi. Shunga ham agar tushib qolsa gap so'z yo'q-da. Bemalol yechib olaversa, necha pul yetsa. Keyin bir xil summaga bir kelsa bir $25 pul keladi o'sha radarga tushirilganda. Undan boshqa anaqa yo'q, jarima yo'q. 10 marta tushsa 10 marta keladi shunda. $250 bor. Shu